yashash uchun eng muhim narsa nima? Inson uchun eng muhim narsa havo. Havo necha pulga sotyapsizlar? Tekin. Alloh tekinga uni havoni bir joyga borib olish ham shart emas. O'tirgan joyingizda olaverasiz. Tekin. Mana shu sog'lom ovqatlanish, sog'lom hayot haqida gapirsam, qatta pul deydi. Kommentariyada uning uchun pul kerak deydi. Eng qiziq joyini aytaymi sizlarga? Eng qiziq joyi sog'lom ovqatlanish uchun, sog'lom yashash uchun pul kerak emas. Bozorga tushing, oddiy misol, hamma sinab ko'rsin. Sog'liq uchun eng foydali mahsulotlarni aytib o'taman. Grechka necha pul turadi? Ana prilovka necha pul turadi? Yoki bo'lmasam sholg'om necha pul turadi? Turib necha pul turadi? Qizil lavlagi necha pul turadi? Qarang. Eng foydali sabzi arzon, narxlar tekin. Kim qizil lavlagi, turib, sholg'om shunaqa narsalardan ovqat qilib yeydi? Kamdan kam odam. Go'sht, qazi, yog', tushunasizmi? Ya'ni organizmga foydali narsalar o'zi arzon. Bildingizmi? Juda arzon. Shu yerda bitta go'zal narsa aytaman. Buni ham bitta kitobda o'qib qoldim. Alloh o'zini bandalariga eng zarur narsalarni juda hayot uchun eng zarur narsalarni juda yetish oson va tekin qilib qo'ygan ekan. Masalan, misol, yashash uchun eng muhim narsa nima? Inson uchun eng muhim narsa havo. Havo necha pulga sotyapsizlar? Tekin. Alloh tekinga uni havoni bir joyga borib olish ham shart emas. O'tirgan joyingizda olaverasiz. Tekin. Ya'ni inson havosiz yashamaydi. Eng muhim narsa. Hamma narsasiz yashash mumkin. Tillasiz, oltinlarsiz yashash mumkin, uylarsiz yashash mumkin, lekin 5 minut ham havosiz yashamaydi. O'ladi bo'g'ilib, to'g'ri? Demak, havo shunaqa ne'matki, tekin hamma joyda bor. Keyingi nima? Muhim hayot uchun muhim bo'lgan narsa. Suv. Suvni topish ham qiyin emas. Jeb bo'lmasa, ko'lmaydan ham suv ichib ketaverasiz, chanqab ketsangiz, to'g'rimi? Qanaqa? Lekin inson hayoti uchun muhim bo'lmagan narsa nima? Oltin. Oltinni qayerdan olasiz? Alloh taolo uni yer tagiga ko'mib tashlagan. Uni kovlashingiz kerak, ajratishingiz kerak. Brilliantlar dengizlarning tagida. Qarang, ya'ni bizning hayotimizga zarari ko'p, qiyin, bizning hayotimiz usiz ham o'tadigan narsalar bizdan uzoq, biz uchun foydali bo'lgan narsalar bizning yonimizda bo'ladi. Xuddi shunaqa produktlarda ham xuddi shunaqa, ya'ni oziqlanish mahsulotlari. Bozorga tushing, eng foydali narsalar, eng arzon narsalar. Shirinlik hammasi qimmat. Tortlar, pirojnilar, hammasi qimmat narsalar. 1 kilo turib qancha turadi? 10 ming so'm, 8 ming so'm. 1 kilo sholg'om qancha turadi? 10 ming so'm, 8 ming so'm. So'rang, prosta shunchaki so'rab ko'ring. Mana foydali narsalar ro'yxatini qilingda, siz bozorga tushib narxini hisoblang. Zararli narsalar ro'yxatini qilingda, bozorga tushib narxini hisoblang. Bilingki, foydali narsalar ancha arzon turadi. Shuning uchun shunaqa odamlarga aytaman, foydali yashash, ya'ni organizmimizga foyda bilan yashash qimmat emas, aksincha sizga arzonga tushadi.